o'zingizni insonning o'zini oldidagi majburiyatlari ham uchga bo'linadi meni nazarimda. Birinchisi bu jismoniy. Nimaga jismoniy? Sababi men agar sizga Alloh taolo mana bunaqa chiroyli tana bergan bo'lsa, turmushga sog' bo'ladigan bo'lsa, men bunaqa tanalarni Ferrariga o'xshataman. To'g'rimi? Tasavvur qiling, siz tanangiz Ferrari bo'ladigan bo'lsa, siz unga hech qachon 80 benzin quymaysiz yoki bozordan hech kim tanimagan brendni moyini olib quymaysiz. To'g'rimi? Doim uni qaratib turasiz, doim uni artib turasiz, unga yaxshi benzin quyasiz. Doimiy darajada u nazoratingiz ostida bo'ladi. To'g'rimi? Inson tanasi ham turmushga sog' odammi, tanasi ham xuddi shunaqa deyman. Ya'ni Ferrari'dek gapda. Ferrari'dan ham ba'zida afzalroq. Unga yaxshi moy kerak, yaxshi yog' kerak, yaxshi aytaylik benzin kerak, yaxshi uni qaratib turish kerak. Va jismoniy xotirjamlik yoki jismoniy insonni o'ziga qarab turishi bu hayoti davomida uzoqroq yashashga, endi albatta umrni biz belgilamaymiz, lekin harakatini biz aytaylik sababini qilib qo'yamiz. Ya'ni mana shu sizga berilgan tanani chiroyli qaytarib topshirish. Bu sizni majburiyatlaringizdan bittasi. Ya'ni o'zingiz oldingizdagi jismoniy majburiyatlaringizdan bittasi. Sizga chiroyli tana berildimi, shu tanani chiroyli topshirishim kerak. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bitta aytaylik yo'nalishi ichidagi qo'yilgan maqsadlarda bizda nimaga degan savol bor orqasida. Boya oxirgi gapimda aytdim, juda ko'pchilik maqsadlarini yo'qotib qo'yishning sababi nimaga o'zi u narsani qilayotganini bilmaydi. Jismoniy men boya aytganimdek, sizga shunaqa chiroyli tana berildi va shu chiroyli tanani siz omonat sifatida qabul qilasizda, chiroyli qaytarib topshirishingiz kerak. O'shaning uchun sportda deyarli har qanaqa turi bilan shug'ullansangiz bo'ladi, faqatgina boshqa insonlarga aziyat chektirmaydigan varianti bo'lsa, undan ham yaxshi deyman. Sababi endi qon aralashgan, mana bu urushlar aralashgan sportlarda odatda bu jismoniy o'zingizga yaxshilik qilmayapsiz, aksariyat holatlarda jismoniy o'zingizga yomonlik qilyapsiz. Endi men u turdagi sportsmenlarni hozir muhokama qilish niyatim yo'q. Iloji bo'lsa, aytaylik, yugurish, suzish, velosiped, shunga o'xshagan anaqa oddiyroq sport turlarini tanlab, jismoniy tanangizga maqsad qo'yishni maslahat beraman.